Assalomu alaykum butun dunyo. Do'stlar, men o'zjitsu talabasi bo'lganman, o'qishga kirganman. Kontraktda to'lanmasligim sababli haydalib ketganman. Xuddi mana shu yerda, xuddi mana shu. Meniki orqada anavi bor, poyezd o'tadimi? Poyezd o'tadi. Mana shu yerda biz kunlik ishga chiqaydik, Mardikor bozorga. Mana yerda stolban tagida o'tirardik borki. O'qishdan chiqib, hammamiz mamlaqatiga ish so'rab, mashina kelsa yugurib izidan borardik. Do'stlar, endi nima demoqchiman? O'qishga men kirguncha ancha tayyorgarlik ko'rganman. Toshkentda mestrilari menga yordam bergan. Shuning uchun Toshkentda mestrilari men juda ham yaxshi ko'raman. Mestridan yomonlik chiqmaydi. Va o'zidan bir chala toshkentlik yo'q qolganlarni dastidan mestrilar yomonlik otliqqa chiqib qoladi. Keyin shuncha voqealar boshdan o'tdi do'stlar. Nima demoqchiman? Hammasi uchun alhamdulillah. O'rta Osiyo taniydigan oktagon jangchisi bo'ldim. Legenda bo'laman borgan sari. Xudo xolisa Medinni bayis bo'yicha nomer 1 men O'rta Osiyoda hozir. Buncha darajani bergan Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Alloh deylar hech qachon hech qaysi yo'lda adashtirmaydi, hech qachon kanda qilmaydi. Hammasi uchun behisob shukrlar bo'lsin. O'z jutsu talabalari Chirchiqda o'qiganlar, sizlarni kommentda kutaman. Borlaringizga shukr. Hali men o'qishga qaytaman 2025-yil. Ovozim chiqmay qoldi. Nima?